Assalomu alaykum qirg'izistonliklar, yaxshisinlar, tinchsizlar, ishinglar bo'ldi. Kunlar isib Moskvada ayoy qiyin bo'ldi. Taksi ishlayotganlarga ham Alloh sabr bersin, dostavkadagilarga ham o'ta qiyin bo'lib qoldi. Tug'anlar, bu video qarilishda Qirg'izistonda o'ynab o'tadi. Allohga shukr. Har kun bunday yaxshi жаңылыктар kelib suyunib o'taman. Kommentariyaga fikringlarni yozib aytasыңlar, like bosib aytasыңlar. Meni videolarim просмотры вообще болбой атат. Fikringlarni yozinglar, nega bunday bo'ldi? Aytqinlar, совет beringlar. Обязательно sizlardan kutdim sovetni. Tug'anlar, biz Qirg'izistonni kuchli qurishimiz kerak. Nega bunday söylep o'taman? Kelajakda biz immigrant bo'lib olaylik, duo qilaylik, Alloh taoladan so'raylik. Allohga emansizlar.